Okuyulkan nechi pul bo'ldi? 10 ming so'm 10 bo'ladi. ming so'm bo'ldi. 10 ming so'm pul berib, menda pulim yo'q edi mana. Hasan sening ishing bilan keldi, meni ma pul ber. Senin işinle benim işimin nima farqi bor? Ukonmisa, oko'z 10 ming beraveradi. Ben tezroq berib bo'lib qol. Suvni olding ha? Hammasi bo'ldimi? Oka nechi pul bo'ldi? 319 ming so'm bo'ldi. 319 ming. Menda pulim bor ha? Menda pulingdan berib, qo'yga o'rgandan beraman. Hasan, sen do'stga yig'ilish san qilib bersan manmi? Buni qara, san kattamisan manmi? San birinchi tug'ilganmisan manmi? Men tug'ilganmanmi? Kim aytgani bo'lish kerak? Seni? Davay tez. Oko'z beraveradi, tez chiq bo'ladi. Qancha marta tug'ilsam bo'lmaydimi? Janob aka 30 so'mdan tez chiqaravering, ha, tugab qoldi. Xo'p, qara savdo qilding? Bundan berib tur, internetda kiyim zakaz qildim. Hozir yetib kelibdi. Kiyimni sen kiyasanmi, men kiyaman. Ber o'zing beraver buni. Kichkina bo'lib qolsa kim kiyadi? Men kiyaman. Pulni kim berish kerak aka? Samo soat 5:00 to'y ketishim kerak. Mo'shinani yaxshilab shampunlab, bolalarni qo'p-qora qilib, tushundingizmi? Hasan mo'shinani minib to'yga sen ketsan, emas. Toshlan ketganda mo'shinani kim minib abamnidan kelib to'ylar? Ha? Nima qilish kerak aka? Yurish kerak. Tezda bo'lib. Aba, Hasan qilib tuqsangiz bo'lmaydimi? Hamma aka-ukalarda shunaqa holatmi? O'sha videoni yuborib qo'ying, ha.